saharlik ibodati ham katta bir ibodat. Nimaga? Chunki payg'ambarimiz alayhissalom bu hadisni ham tasahharu, ya'ni saharlik qilinglar. Chunki saharlikda baraka bor dedilar. Baraka deganda ko'pchiligimiz tushunadigan darajada qisqa ma'no emas, balki ulamolar aytadilarki, baraka ikki xil bo'ladi deydi. Moddiy baraka bo'ladi, buni tushunamiz hammamiz. Shu bilan birgalikda ruhoniy baraka ham bo'ladi deydi. Ruhoniy baraka qanday hosil bo'ladi mana shu hadis sharifda desa, agar bir inson Rasul akram sallallohu alayhi va sallam saharlik qilinglar dedilar, ana shu hadisga muvofiq ish tutyapman deb saharlikka uyg'onsa, bu odamda o'z-o'zidan baraka paydo bo'lishligi, barakaga bois bo'lar ekan shu saharlikka turishni o'zi. Hali biror bir amal qilgan yo'q. Saharlikka turishni o'zi bu odamga baraka hosil bo'lishligiga omil bo'lar ekan, bois bo'lar ekan. Nima uchun? Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yana bir hadislarda aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo sahar vaqtida dunyo osmoniga tushadi va bandalarga nido qiladiki, mendan so'raguvchilar bormi, beraman. Gunohlarini mag'firat qilishligimni istaydiganlar bormi, gunohlarini mag'firat qilaman. Albatta bu dunyo osmoniga tushish deganda bu jismoniy tushish tushunilmaydi. Uni o'ziga xos bir kayfiyati bor va buni Alloh taolaning o'zi biladi. Endi saharlikka turgan odam Alloh subhanahu va taolo dunyo osmoniga tushgan paytga to'g'ri keladi. Shu vaqtda banda g'aflat uyqusida emas, bedor bo'lishligini o'zi uning demak ustidan baraka nozil bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Endi deydi, saharlikka turib ahli ayoliga yoki ayol eriga, farzandlariga, ota-onasiga bir kalima shirin so'z aytishlik yana bitta alohida barakaga sabab bo'ladi deydi. Ota-onamizga masalan, otajon, onajon, Alloh ro'zalaringizni qabul qilsin, Alloh quvvat bersin, bir og'iz so'z. Shu ayni saharlik paytida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam saharlikda baraka bor degan hadislarida namoyon bo'lar ekan. Ana endi Ramazon o'sha saharlik paytda yo saharlikdan oldin yoki keyin 2 rakat tahajjud namozini, qiyomul layl namozini o'qisak, bu alohida baraka ekan. Ulamolar aytadiki, mana shu barakalar hammasi bu hadis sharifda aytilgan ruhoniy baraka hisoblanadi. Endi kunduz kunda masalan uni ishiga rivoj berishligi, bo'lishligi, ishlarini yurishligi bu moddiy baraka hisoblanadi. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Demak, mana shu narsaga ham be'e'tibor bo'lishligimiz kerak emas. Ba'zi odamlar savol beradiki, men dedi kechki payt yaxshi ovqatlanganligim uchun shu saharlikka turmasam ham bo'laveradimi deb savol beradi. Albatta bo'ladi. U saharlikka turmadi, lekin kunduz kunida hech narsa yemasdan niyat qilib oldi. Uni ro'zasi ro'za bo'laveradi. Lekin saharlik degan ulkan ibodatdan mahrum bo'ladi bu odam. Shuning uchun ulamolar aytadiki, agarchi qorni to'q bo'lsa ham saharlik paytida bir piyola, bir qultum suv bo'lsa ham ichib olsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yuqoridagi hadislariga muvofiq ish tutgan bo'ladi va ruhoniy moddiy barakadan demak bahramand bo'ladi dedilar. Demak, qisqa qilib aytganda, mana shunaqangi bir ulkan ibodatlar bu oyda qilishlik imkoniyati hammamizda bor. Muhtaram azizlar, Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolarimiz bo'lsinki, siz va bizlarni mu'min musulmon qilib yaratdi. Siz va bizlar uchun mana shu dunyoda fazilatlarga, yanada savoblarga erishmoqligimiz uchun ham Alloh azza va jalla bizga katta buyuk bir ne'matlarni berdi. Qur'onni nozil qildi, namozni buyurdi, ibodatlarni buyurdi va mana shu ibodatlarimiz ila Alloh azza va jallaning savoblariga musharraf bo'lib, jannatga daxil bo'lishlik imkoniyatini Alloh berdi. Ba'zan biz o'zimiz yoshligimizdan beri aytib yurgan ba'zi kalimalarimiz bo'ladiki, buni ma'nosiga, buni fazilatiga e'tibor qilmaymiz. Mana shunday kalimalardan bittasi Bismillahirrohmanirrohim kalimasidir. Ha azizlar, yosh bolamizdan boshlab to yoshi katta bo'lgunga qadar ta'lim beradigan, hammamiz bir-birimizga o'rgatadigan mana shu Bismillahirrohmanirrohim kalimasi eng buyuk zikrlardan bittasidir. Biz buni ovqat yeyotganda ham, ko'chaga chiqayotganimizda ham, har qanday ishimizda bismillohni aytamiz va aytishligimiz ham zarurdir azizlar.
Bismillahirrohmanirrohim to'g'risida gapirar ekanmiz, buning fazilatlari to'g'risida biz kullab gapirishimiz mumkin. Lekin bugun bir karra eslatib qo'ymoqchimizki, yanada bismillah kalimasiga Alloh muhabbatimizni ziyoda qilsin. Bismillahirrohmanirrohim kalimasi haqida Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytib marhamat qiladilarki, qaysi bir ishiki bismillah bilan boshlanmas ekan, u ishni oxiri abitar dedilar. Qarang, abitar degani orqasi kesik degan. Qanaqa ish bo'lsin, agar u bismillah boshlanar ekan, uning oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Uning oxiri yo'q. Shuning uchun ham albatta biz bismillah kalimasini aytishimiz kerak. Ibodat qilishni boshlaganimizda ham bismillahni aytamiz. Bismillahirrohmanirrohim deganni avvalida boshlayman degan bir so'z bor azizlar. Ya'ni men Rahmon va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan qiroat qilishlikni boshlayman. Men Rahmon va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan mana bu ishni qilishlikka kirishaman. Men Rahmon va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan avtoulovimni minishlikni boshlayman. Va hokazo. Bu bandani Allohning oldida hokisor ekanligini va Allohning quvvati yordamisiz hech narsa qila olmasligini nishonasi bo'lar ekan. Allohdan yordam so'ragan bo'lamiz. Robbim, men bu qiroatni ham, ibodatni ham yoki mana bu ishlarimni ham seni yordamingsiz qila olmayman. Shuning uchun men seni noming bilan, seni isming bilan boshlayman deyapti. Va albatta bu ish uchun Alloh baraka beryapti. Agar shunday bo'lmasa, u ish barakasizdir. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Idza dakhala ar-rajulu baytahu fadhakaralloha 'inda dukhulihi va 'inda ta'amihi qala ash-shaytanu la mabita lakum wa la 'asha'a wa idza dakhala falam yadhkurullaha 'inda dukhulihi qala ash-shaytanu adraktumul mabita wa idza lam yadhkurullaha 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha'a." Qarang, agar bir banda deyapti Payg'ambarimiz alayhisalom, uyiga kirayotgan mahalda Bismillahirrohmanirrohim deb kiradigan bo'lsa yoki taom yeyotganda Bismillahirrohmanirrohim desa, shayton o'zini askarlari bilan odamlarning uyiga kirishga harakat qilar ekan. Bir narsani doim yodimizda tutishimiz kerakki, azizlar, shaytonlar va jinlar hech qachon osmondan tushmas ekan yoki bir tuynukdan kirmas ekan. Ular faqat eshikdan kirar ekan. Shunga buyurilgan, boshqa joydan kira olmaydi. O'shuning uchun shayton hammamizni eshigimizni, darvozamizni oldida poylab turar ekan. Agar biz Bismillahirrohmanirrohim deb eshikni ochadigan bo'lsak, shayton aytar ekan o'zini orqasidagi izdoshlariga qarab, bugun bu yerda sizlarga tunaydigan joy yo'q, ovqat ham yo'q, qaytib ketinglar. Natijada haligi shayton bilan jinlar uyimizga kirmasdan qaytib ketar ekan. Ularni to'sib qo'yamiz ekan bismillah bilan. Agar deyaptilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, kim biror bir uyga kirsa-yu bismillah demasdan kiradigan bo'lsa, eshik tagida poylab turgan shaytonlar va jinlar aytar ekanki, adraktumul mabita wal 'asha, mana bizga yashaydigan, tunaydigan joy va ovqatimiz shu yerda der ekan. Qarang, Alloh o'zi saqlasin. Bu hadis Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan bizga ta'lim. Ana endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Agar bismillah eshikni ochadigan bo'lsangiz, uyingizga shaytonlar kirib olar ekan, jinlar kirib olar ekan, taomingizga sherik bo'lar ekan. O'shaning uchun hech qachon eshikni ochayotganda bismillah kirmaslik kerak ekan. Shunda qulfini ochayotganda Bismillahirrohmanirrohim deng. Mashinangizga minayotganda bismillah deb oching, toki shayton, jinlar kirmasin, sizni vasvasa qilmasin. Bu qanchalik ham bizga fazilatli ekanini biling. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, agar inson kiyimlarini yechadigan bo'lsa, bir hech kimni ko'zdan xoli bo'lgan holatda shaytonlar, jinlar ko'rib olar ekan. Ammo lekin kim bismillohni aytadigan bo'lsa, inson bekiyim turgan holatida ham shayton, jinlar ko'ra olmas ekan. Mana bu narsa ham Alloh azza va jallani bizlarni shaytonlar oldida satr bo'lishligimiz uchun bismillah orqali bizga Alloh muvofiq qilar ekan. Shuning uchun albatta bismillohni aytib kirishimiz kerak. Bekorga Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hatto hojatxonaga kirishdan oldin ham, hammomga kirishdan oldin ham darvozani oldida bismillah aytishlikka o'rgatganlar. Toki shayton bizdan noumid bo'lsin. Undan tashqari azizlar, taomlarimizga ham shayton bizga sherik bo'lmasligi uchun biz mana shu bismillohda aytishimiz kerak. Va yana bir narsaki, hatto uyimizni berkitayotganimizda ham bismillah bilan berkitadigan bo'lsak, shayton bizga hech qachon kira olmas ekan.
Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan bo'lgan hadisda aytadilarki, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam "Ida kharaja min baytihi", kim biror uydan chiqsa-yu va aytsa "Bismillahi tavakkaltu alallohi la havla va la quvvata illa billah", unga nido qilinar ekanki, senga kifoya qilindi, seni uying himoyalanadi, shaytonlar bundan nahiy qilinadi, qaytarilar ekan. Qarang, birgina bismillahirrohmanirrohim kalimasini aytib qo'yishlik bilan uyingizdan shaytonni qo'yisiz ekan. Shunday ekan, bolalarimizga bismillah kalimasini ko'proq o'rgataylik. Va shuning bilan birga ma'nolariga bir qator e'tibor beraylik. Bismillahirrohmanirrohim. Rahmon va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan boshlayman. Rahmon degani azizlar, dunyoda kofir va musulmonni hammasiga mehribon. Haqiqatda ham Alloh Rahmondir. Dunyoda Allohni yo'q degan millatlarga ham o'zining ne'matini berib turibdi. Rahim degani esa bu mo'minlarga xos bo'lib, u dunyoda qiyomatda faqat mo'minlargagina mehribon, rahimli bo'lgan Alloh degan ma'noni berar ekan. Ana endi o'sha ma'no bilan bismillahni aytib ko'ring-a. Bu dunyoda kofir va musulmonga mehribon, u dunyoda faqat mo'min musulmonlargagina rahimli bo'lgan Allohning nomi bilan boshlayman. Qanday ham go'zal kalima. Va shunga endi o'zimiz amal qilishimiz kerak. Biz bu dunyoda hammaga Alloh mehribon ekanligini bir kunda qayta aytsak-ku, o'zimiz bemehr bo'lsak, u dunyoda qiyomatda mo'min va musulmonlarga Alloh rahimli ekan desak-ku, o'zimiz berahim bo'lsak, unda bismillohdan ko'zlagan maqsad yo'q. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bizga bismillah ila tarbiyalanishlikni o'rgatdilar. Qur'oni Karimda Alloh azza va jalla Mudassir surasida va alayha 19 oyatini keltiradi. Bu degani do'zaxda 19 ta azoblaydigan farishta bor ekan. U farishtalar Allohga isyon qilmaydi. Qanaqa azob bo'lsa qilaveradigan, qancha Alloh buyursa shuncha buyrug'ini maromiga yetkazadigan farishtalar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, kim bismillahirrohmanirrohimda aytib yursa, Alloh azza va jalla ana shu 19 ta azob farishtasidan saqlar ekan bu bandan. Chunki u farishtalar mana shu bismillahirrohmanirrohimdan quvvat olar ekan. Agar buni aytib yursa, banda ulardan quvvatli bo'lib ketar ekan. Ana shuning uchun ham bismillahirrohmanirrohimni ko'p zikr qilib yurishimiz kerak va bundan o'zimizga tarbiya olishimiz kerak. Hozir qancha odamlar tirikchilikda yurishibdi, musofirchilikda yuribsizlar, Alloh sizlarni omon qilsin. Bola chaqa boqaman deb yuribdi, qanchasi ota-onamning xizmatini, duosini olaman deb xizmat qilib yuribdi yoki boshqa tashkilotlarda xizmat qilyapti. Agar shu xizmatlaringizga borishlikda, kelishlikda, chiqishlikda, o'tirishlikda bismillah bilan boshlasangiz, albatta bu ishingiz yanada barakotli bo'ladi. Alloh sizni turli baloy ofatlardan o'zi saqlaydi. Shunday ekan azizlar, bismillahirrohmanirrohim kalimasini sadoqat ila aytishlik kerak.